Ayhan. Ayhan, Niye düğün? nega to'yingga bizni aytmading? Abi köyde. Og'a, to'yni qishloqda qildik. Aile arası. Oilada birasida. Resmi nikahta yok. Rasmiy nikohdan o'tmadik, faqat imom. Memat. Nima? Düğün hediyesi. To'yxonamizni berib, Ayhan. Ayhanni yurtiga kuzatdi. Abi özür Og'a, dilerim. kechirasiz. Burada da düğün. Bu yerda ham to'y qilmoqchi edik. Shuning uchun Kardeş. Uka, biz seni ham, Senin yaqinlaringni ham yaxshi ko'ramiz. İsteriz ki. Agar sevadigan odaming bo'lsa, yonida bo'l. Mutlu olur. Baxtli yashashingni istaymiz. Hakkını. Xizmatingga rozi. Helal olsun. roziman. Yakup. Yoqub, Efendim abi. Eshitaman, og'a. Neden misin? nega biz bilansan? Abi eskiden. Og'a, avvaldan shahri Savolimga javob ber. Neden? Nima uchun bu yerdasan? Neden? Nega biz bilansan? Abi ekmek. non puli deb. Memat. Memati, 30 yıllık. buni 30 yillik non pulni hisobla. Yakup'un böyle. Yoqubning biror darsi qolmasin. Kardeş hakkı. Uka bizdan rozi. Artık kardeş. Endi